Ushbu videomiz Cobalt va Spark bog'lar uchun. Cobalt va Sparkda temperatura ko'rsatmaydi. Shuning uchun mana bunaqa OBD skaner uskunasidan mashinani OBD joyiga o'rnatiladi. Ush monitor orqali ko'rsa bo'ladi. Hozir o'rnatilish tartibini ko'rsataman va ulanishini. Mana mashinam Spark bo'lganligi uchun mana bu joyga ulanadi. Hozir ko'rsataman. Manda CC2 monitor. Monitorni yoqamiz. Monitorni yoqqandan so'ng monitorni internetga ulab turib, mana bu ilovani skachab qilib olamiz. Mana bu ilovani. Shunga bosganda приборная panel kiriladi. Mana hozir ko'rsatib turibdi. Birinchisi temperatura, ikkinchisi speedni ko'rsatadi, uchinchisi taxometrning aylanishini ko'rsatadi. Hozir xizmat qilaman. Mana taxometr birga-bir ishlayapti. GPS ulandi. Temperatura 7 gradus. Anda shunga ko'rsatman. Pulsga kirib turib. Kodi 1 dan 4 gacha bo'ladi. Mana shu yerda ko'rsatadi, menga ulanganligi uchun ko'rsatmayapti.